Qizlar, mana bu Koi brendini SPF kremini обязательно olib ishlatib ko'ringlar. Vidora do'konida bor. Bemalol do'konga kelib, xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Optimga ham, Donaga ham. Mana bu Koi degan brend, koreyskiy. O'zbekistonda qadoqlanyapti. Juda ham sifati zo'r qizlar. Uxudovый. Miyolar bor. Manifest qushlar. Koi brendidan mahsulotlarimiz keldi. Bu mahsulot aslidagi Koreya mahsuloti, ya'ni penkasi bu hozir ko'rsatganim sizlarga. Bu o'zimizda qadoqlanyapti, ya'ni o'zimizda quyilib tayyorlanyapti. Mahsulot to'laqonli Koreyadan keladi hammasi. Buni hozir boshqa mahsulotlarni ham ko'rsatamiz. Bu gel penkasi. Mana mahsulot sifatini qaraydi, zo'rligini. Cleansing gel. Placenta kremi. Hammasida tarjimalar bor, to'g'ri. Hozir men hammasini sizlarga batafsil aytib bera olmayman, chunki video juda ham cho'zilib ketadi va zerikarli bo'lib qoladi. Bu sun krem. Shoningda haqiqatan ham zo'r ekan kremi. Mana freyerlari hammasida yozilgan, juda ham ma'nolari, hammasi tarjimalari bor. Buni nega bemalol reklama qilganimizni qaytadan ta'kidlayman. Mahsulot umuman o'zgacha. Bular tonerlar. Men uncha mahsulotlarni maqtab urmayman, chunki ishonchli yaxshi mahsulotlarga doim feedback beraman.